والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jamoat bilan ushbu baytida o'qigan xufton namozlarimizni Alloh dargohida qabul qilsin. Alhamdulillah bugungi 5 mahal namozni birortasini qazo qilganimiz yo'q, o'z vaqtida ado etdik. Umrimiz poyonigacha hayotimizda biror bir namozni qazo qilib qo'yguvchi bandalardan qilib qo'ymasin Parvardigor. O'z vaqtida o'qilingan namoz eng maqtalingan namozlardan. Xudo o'z vaqtida ado etib va bu namozlarimiz biz bandalarni o'ziga yaqin bo'ladigan bandalar bo'lishligimizga sababchi namozlardan bo'lsin. Namozni vazifasi insonni fahish va munkar ishlardan qaytaradi degan Xudoy taolo Qur'onda. Xudoyo o'qiyotgan namozlarimiz bizlarni fahishlardan, gunoh ishlardan to'sa oladigan quvvatga ega bo'lsin. Dunyoda insonni o'qiyotgan namozi fahishdan, buzuqchilikdan, gunohdan qaytara olmadimi? U namoz insonni do'zaxdan ham qaytara olmaydi deganlar. Dargohida qabul qilsin. Iloho o'zini suygan bandalardan bo'laylik. Azlar o'sha Hazratimni Adabul Mufrad kitoblaridan 17-bobga kelgan ekanmiz. Oldingi suhbatlarimizda 5 toifa farzandni aytib bergan edik. Undan xulosa olgan bo'lsanglar kerak deyman. Yoshlar, xulosa chiqargan bo'lsanglar kerak, u 5 toifa qaysi biriga to'g'ri kelar ekan biz, qaysi biridan ekan biz, qaysi biridan bo'lishligimiz kerak ekan, xulosa olmasa bo'lmaydi. Chunki bizning kelajak hayotimizni belgilaydigan mezon mana shu birodarlar. Endi Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis ekan, e'tibor qilasizlar, juda bir zo'r hikoyani Rasululloh ummatlarga, sahobiylarga yetkazganlar. Ana shu hadisni rivoyat qilgan sahobiylardan Alloh rozi bo'lsin. Shu sahih hadislarni to'plab bizlargacha kelishligiga sabab bo'lgan, xizmat qilgan muhaddis ulamolardan Alloh rozi bo'lsin. Bular keltirmasa kim keltirardi? Ular bildirmasa kim bilardi? Qarang, qarib 15 asr bo'lyapti. Alhamdulillah Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan sahobiylar bilan suhbatlashyapmiz-da. Shu Rasulullohning so'zlari bu bizlarga yetilayotgan o'gitlar. Shu bilan qancha insonlar o'zimizdan o'zimiz yaxshi bir namozxon bo'lib qolganimiz yo'q, o'zimizdan o'zimiz ro'zador bo'lib qolganimiz yo'q, o'zimizdan o'zi haromdan qaytib qo'yib. Mana shu kitoblardagi manbalardan bahramand bo'lyapmizki, Rasululloh mundoq degan ekanlar, Rasululloh menga buyurgan ekanlar deb alhamdulillah sal o'zimizni yo'limizni topishga harakat qilyapmiz. Endi yaxshilab eshitinglar, juda ibratli, juda ham bir ta'sirli voqeani Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar. Abu Hurayra roziyallohu anhu rivoyat qiladilar. Bismillahirrohmanirrohim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning quyidagilarni aytganlarini eshitganman deydilar. Ul zot, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bironta odam beshikdaligida gapirmagan, faqat Iso ibn Maryam alayhissalom va Juray sohibi gapirganlar deydilar. Dunyoga kelgan insoniyat orasida ikkitagina inson go'dakligida gapirgan ekanlar. Qarang, Odam alayhissalomdan to bizgacha kelgan ummat insonlar orasida ikkita inson go'dakligida, chaqaloqligida gapirgan ekanlar. Bittasi Iso alayhissalatu vassalom ekan. Bilasizlar, tarixi Alloh taoloning qudrati bilan Maryam onamiz o'sha Alloh taolo o'sha o'z ruhidan ruh kirgizishlik bilan bilan homilador bo'lganlar. Hali erga tegmagan bokira qiz bo'lganlar. Mana shu homila tug'ilgan, ya'ni Iso alayhissalatu vassalomga homilador bo'lib dunyoga keltirganlar. Endi butun qishloq, butun yurt bu ayol to'g'risida Maryam onamizda har xil shu o'zi erga tegmagan bo'lsa, oila qurmagan bo'lsa, turmush qurmagan bo'lsa, bu qadar turmushga har xil mazhab bilan odatimiz bor-ku. Pashshadan filyasi degan odatimiz borda, haqiqatini bilmaymizda, bu yerda jar solishga ustamiz. Hikoyalar yasab qo'yamizda. Ishonarli, inkor qilib bo'lmaydigan darajada hikoyalar yasab qo'yamiz bir inson to'g'risida. O'shanda Iso alayhissalatu vassalomdan so'ralgan, "Sen kimsan?" deganda, "Ana Abdulloh", "Men Allohning quliman" degan. Sura Maryamda mana shu Iso alayhissalatu vassalomning shu gaplarni keltirgan. Go'dakligida gapirgan zotlarning bittasi shu bo'lsa, ikkinchisi sohibi Jurayj dedilar.
Jurayjni sohibi dedilar. Endi Jurayjni kimligini mana endi shu hadisdan bilamiz. Ya Rasululloh, Jurayj sohibi kim? Sahobiylar Iso alayhissalomning butun hayotlarini bilganlar, dinlarini bilganlar. Ana shuning uchun Iso alayhissalatu vassalom haqida so'ramadilar-da, to'g'ridan to'g'ri ya Rasululloh, Jurayj sohibi kim dedilar. Iso alayhissalomni bilamiz, lekin bu kim dedilar. Bilmagan narsasini so'radilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobiylarning savollariga javob berib, Jurayj o'z ibodatxonasidagi rohib odam edi. Ya'ni o'zini dinida o'tgan ummatda o'zini dinida juda peshqadam, o'zini diniga to'la amal qilgan, dinini ahkomlarini hayotga tatbiq qilgan, juda bir Allohga yaqin banda bo'lgan, rohib bo'lgan. Ibodatxonasida ibodat qilib yurgan insonlardan biri bo'lgan. Uning ibodatxonasidan pastroqda bir molboqar ham bor edi. O'sha qishloqda yashovchi bir buzuq ayolning cho'pon bilan o'zaro aloqasi ham bor edi. Bir kuni onasi kelib, Jurayjning onasi kelib, "Ey Jurayj" deb uni chaqirdi. U namoz o'qiyotgan edi. Onalari chaqirgan paytda Jurayj namoz o'qiyotgan edi. Yaxshilab e'tibor qiling. Namoz o'qiyotgan edi. U namoz o'qiyotganda, namoz o'qib turib, onamni ixtiyor qilsammikin, onamga javob qilsammikin, yo namozimni o'qirsammikin deb namozda turib xayol qildilar. Onalar chaqiryapti, men onamga javob qilsammikin, chaqirarga labbay desammikin yoki namozimni o'qirsammikin deb xayolga borib qoldi, namozda o'qib turganda. deb o'yladi. Keyin namozini ustun ko'rdida namozini davom ettirdi. Onalariga javob qilmadi. Namozini davom ettirdi. Onasi uni ikkinchi marta baland ovoz bilan chaqirdi. U yana onamni chaqirig'iga labbay desammikin yoki namozimni o'qisammikin deb yana o'yladi-da, namozini davom ettiraverdi. Ikkinchi marta ham chaqirganda namoz o'qirdi. Onaga javob qilmadi. Uchinchi marta chaqirdi. U o'sha fikr bilan namoz o'qishda davom etdi. Xullas, onalariga javob qilmadi. Chaqirig'iga labbay demadi, javob qilmadi. Javob bermagandan keyin onasi: "Ey Jurayj, nopok ayollarning yuzini ko'rmaguningcha Alloh seni o'ldirmasin" deb qaytib ketdi. Bu yaxshi duo emas, bu duoibat. Onani farzand haqiga qilayotgan duoibatlar, qarg'ishlari bu. Sani nopok ayollarga yuzini ko'rsatmaguncha Xudo seni joningni olmasin. Shu baloga mubtalo bo'lib, undan keyin o'lsang men roziman degan ma'noda qarg'adilar. Bir kuni boyagi buzuq ayolni bolasi bilan podshohning huzuriga sudrab kelishdi. Ya'ni u ayol buzuq edi, u bola tuqqan, bolasi bilan podshohning huzuriga boshlab kelishdi. Kimdan, bu bola kimdan deb so'radilar. Haligi buzuq ayol Jurayjdan dedi. Boyagi pok odamga tuhmat qildi. Nima uchun desa, bu buzuq ayol avvalroq Jurayjga borib zinoni taklif qilgan ekan. Men bilan zino qil, meni nafsimni qondir deganda, Jurayj Xudodan qo'rqadigan o'ta taqvodor bo'lganligi uchun ham uni haydab yuborgan ekan. Bu taklifini qabul qilmagan ekan. Mana shu yerda bitta gap borki, 7 ta toifa insonga Alloh taborak va taolo arshni soyasidan boshqa joyda soya yo'q kunda arsh tagidan joy beradigan hadislari bor Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. U kim? Bittasi o'sha 7 ta toifaning bittasi, bir sohib jamol kelishgan juda chiroyli ayol bir yigitni, masalan bir erkakni o'ziga talab qilsa, ya'ni zino qilishlikka talab qilsa-yu, men Allohdan qo'rqaman, Xudodan qo'rqqanligim uchun bu ishni qilmayman deb voz kechgan insonga arshni soyasidan joy berilar ekan. Bu o'shandaqa munosib, o'sha arshning soyasiga munosib inson bo'lgan. Shuning uchun u fohisha ayolning taklifini qabul qilmasdan haydab yuborgan. Hozir yigitlar, hozir musulmon farzandlari, musulmon yigitlar u bir chiroyli ayol o'ziga taklif qilish yoqda tursin, uni pul bilan izlab qilyapti-ku buni. Pul berib, to'g'rimi? O'sha buzuqlar bilan nafsini qondiryapti-yu. Xotini 100 ming so'rasa bermaydi. Nimaga seni dadang ta'lagini pul bilan ko'targanmi deydi, nima pulni urasan deydi. Lekin shu fohishaga 500 ming, 1 million, 1,5 million kerak bo'lsa undan ko'pini zo'r restoranlarga olib boradi. O soya salqin go'shalarga olib chiqadi. Mana shunday qilib o'zini ahmoqini chiqarib o'sha arshni soyasidan o'zi shunchaki voz kechayotgan yigitlar kam emas hozir.
Bu uncha odam qayta oladigan narsa ham emasda bu yerda. Juda katta bir insonga taqvo kerak, juda katta bir Xudodan qo'rqish kerak, juda katta bir matonat kerak. O'sha joyda o'shandaqa ayol zinoga chaqirgan paytda shaytonning bo'ynini uzadigan darajada quvvatga ega, iymon shunaqa darajada bo'lish kerak-da. Bu inson o'shandaqa ekan, uni quvib haydab yuborgan. Sen bilan bu ishni qilmayman deb haydab yuborganligi uchun boyagi fohisha ayol endi bola tug'dida, endi alamini Jurayshdan olish uchun bu bola kimdan deganda Jurayshdan dedi. ibodatxona sohibimi dedi. Ya'ni boyagi ibodatxonada ibodat qiladigan Juraychmi yo boshqa Juraych ham bormi dedi. Ha, o'sha dedi haligi ayol. Ibodatxonasini buzib tashlab o'zini menga keltiringlar dedi podshoh. Endi ishongan odami, juda taqvodor deb bilgan inson, duogo'yimiz deb bilgan insondan endi shu ish sodir bo'lgandan keyin alamiga chidolmasdan haligi ibodatxonasini buzdirib tashlayladi. Bunaqa fosiq, bunaqa buzuq inson ibodat qiladigan ibodatxona kimga kerak edi? Bunaqa inson kimga kerak edi-da? Boyagi ibodatxonasini buzdirib, o'zini meni oldimga olib kelinglar dedi. Jazo berish maqsadida. Ibodatxonasini cho'qmorlar bilan urib, yer bilan yakson qilishdi. O'zining qo'lini bo'yniga arqon bilan bog'lab olib ketishdi. Uni nopok ayollar oldidan olib o'tishdi. Ularni ko'rib tabassum qildi. Saroyga kirib ketayotganda o'sha yo'layda buzuq ayollar, fohish ayollar turgan ekan. Jurayjni qo'lini aliga yelkasiga qo'liga bog'lab olib ketayotganda o'sha buzuq ayollarni oldidan o'tayotgan paytlarda Jurayj qarang, haligi lashkarlar, uchastkovoylar deymiz-ku, uchastkovoylar qo'lini qayirib olib ketyapti podshohning oldiga, u boyagi buzuq ayollarga qarab tabassum ham qilgan ekan. Tuhmatga uchragan insondan tabassum sodir bo'lishi mumkinmi? Tuhmatga uchrab turibdi-da, boshiga katta balo kelib turibdi-da, yana uning ustiga tabassum qilyapti. Kimga tabassum sig'adi? Kimni tabiat ko'taradi? Tabassum o'zi baloga yo'liqib turibdi. Tabassum qildilar. Nega? U Xudo oldida pok inson edi, o'zining nafsini oldida pok inson edi. Shuning uchun fohish ayollarga qaraganda kuldilar. Kulganini nima sababdanligini ham aytadilar hozir. Ular esa odamlar ichidan unga nazar solib turar edi, fohish ayollar. Podshoh, "Mana bu ayol nima da'vo qilyapti? Eshitdingmi?" dedilar. "Nimani da'vo qilyapti?" dedi Jurayj. "Bolasi sendan ekanini da'vo qilmoqda" dedi. Sen da'vo qilyapsanmi?" dedi u. "Ha" dedi ayol. Jurayj so'radi, "Senmi da'vo qilayotgan bu bolangning otasi men ekanligimni sen aytyapsanmi?" dedi. Boyaga ayol aytdi, "Ha, sendan" dedi. "O'sha bola qani?" dedi Jurayj. "Ana onasining quchog'ida" deydi. Shunda Jurayj unga qarab, ya'ni chaqaloqqa qarab, "Sening otang kim?" dedi chaqaloqqa. Bir oylikmi, yarim oylik chaqaloqqa "Sening otang kim?" deb Jurayj boyagi chaqaloqqa savol qildi. Chaqaloq, "Mani otam mol boqar" dedi, "cho'pon" dedi. Shunda podshoh, "Ibodatxonangni tillodan qilib beraylikmi?" dedi. Xatosini tushundi, tuhmat ekanligini tushundi. Chunki boyagi norasida go'dakni gapiga endi boshqa guvoh kerak emasdi bu insonning pokligiga. Chunki aqlga sig'maydigan darajada guvoh Xudo taolo shunaqa pok insonni o'sha go'dak bilan ham poklab qo'yapti-da. Xudo taolo saqlasa, asrasa kimni Xudo anga baloning ishi yo'q, rohati kimga nasib etsa jafoning ishi yo'q. San qazoga o'chashib yig'lama ko'p, yetsa alam, sening yig'laganing bilan qazoning ishi yo'q deydi. Xudo asrab qo'ysa hech kim bulg'ala olmaydi. Ming butun dunyo tuhmat qilsin, agar Xudo saqlasa, Xudo asrasa unga hech kim hech qanaqa ziyon zahmat. Agar Xudo unga bir balo yuborsa, dunyo ahli uni bu balodan qaytara olmaydi. Bu Allohning haqiqati, qudrati birodarlar. Endi podshoh o'zini qilib qo'ygan ishidan pushaymon bo'lib, chunki u ham banda podshoh bo'lgan mana. U insonni duoibati, Allohga yaqin inson qo'lini ko'tarib Allohga dargohiga ko'tarsa, podshoh deb qarab o'tirmaydi Parvardigor. Bu podshohku deb ayab o'tirmaydi, o palonchiku, palonchi rahbarku deb o'tirmaydi. Mazlumni qo'li duoga ko'taldi. Avvalgi suhbatlarda ham aytdik, u kim zulm qilgan bo'lsa, u ro'parama, qasma-qas qarama-qarshimi, orqa varotdan qiladimi? Agar tuhmat qilingan mazlum qo'lini ko'tarsa, juvarmay bo'lmasdan qolmaydi. Burnini Xudo yerga ishqalamasdan, qo'rqmasdan qolmaydi.
O'shaning uchun ittaqu firasatul mo'minni nazaridan qo'rqinglar deganlar. Duoibatidan, qarg'ishidan qo'rqinglar deganlar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Endi bu ham qo'rqyapti-da, o'zini oqibatdan qilib qo'ygan tuhmatidan o'ylamasdan boyaga ibodatxonani buzdirvardi. O'zi hali haqiqat kimda, nima ayb, kimdan chiqdi bu bilmasdan to'satdan ibodatxonasini buzib yuboringlarda hukm chiqarib, o'zini menga olib kelinglar deb shoshma-shosharlik qilib qo'ydi. Bunaqa holatlar hozir ham ko'p. Bilmasdan qilib qo'yyapti-da, keyin yig'lab yurganlari qanchasini ko'ryapmiz-da. Keyin kech bo'ladi. G'ish qolipdan ko'chgandan keyin uni foydasi yo'q. Chunki otildi, o'q ketdimi, uni qaytaradigan hech vaqo yo'q. O'shandan bu ham shoshqaloqlik qilib qo'yganligidan darrov endi ibodatxona qarang. G'ishdan, guvalaydan bo'lgan, paxsadan bo'lgan ibodatxona edi u. Podshoning taklifini qarang. Ibodatxonangni tillodan tiklab beraymi deyapti. Mayli 3 ga 3 bo'lganda ham qancha tillo kerak? Ibodatxonani butun tevarak atrofini bir odam bo'yi yetmaydigan qilib ko'ta necha tonna tillo kerak? Eslab o'ylab ko'ring bir. Shunga ham rozi-da, o'sha men senga pishgan g'ishdan qilib beraman deyotgani ham yo'q, tillodan tiklab beraymi deyapti. Nimaga? Ulug'larning duoibatidan qo'rqayotganligi uchun. Yo'q dedi. Kumushdan qilib beraylikmi dedi podshoh. Ikkinchisi. Yo'q dedi. Nimadan qilib beraylik dedi? O'zi qanday bo'lgan bo'lsa shunday qilib beringlar dedi. Ya'ni o'zi bir guvalaydanmidi yoki xomg'ishdanmidi, paxsadanmidi, o'zi qanday bo'lsa o'shandan tiklab beringlar dedi. U zotlarga butun dunyodan yuz o'girganligi uchun, dunyo matosidan yuz o'girganligi uchun shu maqomga yetganda. Dunyoni tark qilganligi uchun shu maqomga, vali maqomiga yetganda. Bo'lmasa nega hammamizga boshqa ayollar emas, o'zimizni go'dagimiz gapirayotgani yo'q? Chaqaloqqa gap tushuntira olamizmi go'dakka? Bizlar gapirganimizda ota bo'lib turib, "Sani dadang kim?" deganda dadangsiz, dadamsiz deyotgani yo'q. Onang qaysi deganda "Meni onam" deyotgani, "O'g'ilmisan, qizmisan" deganda "Men o'g'ilman, men qizman" deyotgani yo'q. Nimaga hammaga gapirmayapti? Chunki bu zotlarga gapirishiga bular Xudoga qurbat hosil qilgan vali zotlar bo'lgan. O'shaning uchun o'sha karomati zohir bo'lib chaqaloqqa gapirganda chaqaloq o'zi aytayaptiki, "Meni otam qo'ychivon" deyapti, cho'pon deyapti. Bu kishiga tillodan ibodatxona kerakmi? Nima uchun masalan masjidlarda ziynatni mumkin emas deganlar. Mana hozir masjidlarga kirsangiz, ba'zi masjidlarga namozga quloq qoqqaningizdan boshlab turib, shu zebi ziynatlarga mahliyo bo'lib necha rakat o'qiganingizni ham bilmay qolyapsiz-da. Imom qaysi surani zam qilganini ham bilmay qolyapmiz, masjidga mahliyo bo'lgan. O'sha uchun hamma o'sha shariatlarimizda, dinimizda, mazhablarda masjidlarni o'ta insonlarni e'tiborini tortib yuboradigan darajada ziynat qo'yish bu makruh bu. Mumkin emas bu. Oddiy, sodda bo'lsin. O'tgan nima uchun kelinadi? Ibodat qilishlik uchun. Endi masjidlarni shuncha ziynat qo'yapti-da hozir. Milliardlab pul, milliardlab dollar tiqib tashyapti. U joyga kelayotgan kambag'allar bor. Kuni zo'rg'a o'tayotgan, kasaliga dori topolmayotgan, qarzga botgan, o'g'lini o'ylantira olmagan, qizini chiqara olmayotgan kambag'allar kelyapti. U hashamatni ko'rib bechorani ko'ngli o'ksimaydimi? Dili og'rimaydimi? Shu masjidlarga shu darajada ziynat qilayotganlar asosiy vazifasi o'sha kambag'allarni qarzini to'lab berish, o'shalarni o'g'lini o'ylantirib berish, qizini chiqarib berish emasmidi? Bemoriga pul berish kerak emasmidi? Masalan, uyimizda hech qanaqa hashamat yo'q, uyimizda ham namoz o'qiyapmiz, lekin hech birimiz aytayotganimiz yo'qki, "Meni namozim qabul bo'lmagan bo'lsa kerak" deyotganimiz yo'q, shubhaga borayotganimiz yo'q. Allohim ibodatimni kerak bo'lsa yo'llarda o'qib ketyapmiz, cho'llarda o'qib ketyapmiz, namozimiz qabul bo'lmadi deb aytolmaymiz. Alloh u qabul qilguvchi. Lekin mana bu ziynatlar insonni e'tiborini tortib qo'yadi. Agar bu insonlarda shu ziynatga, dunyo matosiga agar ularda qalbida muhabbat bo'lganda edi, bo'pti endi buzishga buzdingiz, men sizdan so'rayotganim yo'q, mayli tillodan bo'lsa tillodan degani yo'q. Kumushdan bo'lsa kumushdan degani yo'q. O'z holini tiklab beringlar dedi o'sha. Avval qandoq bo'lgan bo'lsa. Chunki ular dunyo matosini shundoq tasavvur qilaylikki, bitta tovoqda tezak turibdi, ikkinchi tovoqda tillo turibdi, ikkalasiga bab-barobar nazarda qaragan. Voy bu tillo ekan, bu tezak ekan demagan. Tezak bilan tilloni bir ko'rganligi uchun ular dunyo matosidan
butunlay yuz o'girgan. Dunyodan yuz o'girgan. Bizlarda shariat islomda tarki dunyochilik yo'q. Masalan, rohibga o'xshab bitta ibodatxona qilib olib, tog' toshlarda, g'orlarda kecha kunduz ibodat qilish bizlarda yo'q. Shariatimizda, Rasulullohning shariatlarida. Bizlarda tarki dunyochilik nima desa, dunyo muhabbatidan boshqa hamma narsani, ya'ni Allohning muhabbatidan boshqa narsani qalbdan chiqarib tashlashlik o'sha rohiblik deganlar. Shu dunyo tarki dunyochilik mana shu deganlar. Shunda podshoh, boya nimaga tabassum qilding dedilar. Ya'ni kirib kelayotganingda nimaga tabassum qilding? O'zi boshingga bir sinov kelib turib, hozir yo jazoga tortilishing muqarrarligini bila turib, tuhmatga uchrab turgan, nimaga tabassum qilding? Nimadan kulding? Seni kuldirgan narsa nima deb so'radi. Shunda Jurayj aytdiki, o'zim bilmagan ishga, o'zim bilgan ishga menga onamning duosi tegdi dedi. Boya namoz o'qiyotgan paytimda onam meni chaqirdilar. Namozimni davom ettiraymi, onamga javob qilaymi dedim. Yana bir marta chaqirdilar. Yana xayolimga keldiki, onamga javob qilaymi yoki namozimni davom ettiraymi. 3-marta chaqirganlarda ham xuddi shu xayol bilan namozimni davom ettirdim. Shunda onam meni duoibat qildilarki, ey Jurayj, sen begona nomahram ayollarni, buzuq ayollarni yuziga tabassum qilmaguncha, ya'ni qaramaguningcha Xudo seni joningni olmasin deb duoibat qilganligi uchun meni boshimga mana shu onamni duoibati tufayli mana shu tuhmat kelib turibdi. Mana shu baloga yo'liqdim onamni duoibatidan. Endi qarang, namoz o'qiyotgan farzandga onani duoibati o'tar ekan, u bu yoqda onaga qarshilik qilib, onani qaqshatayotgan, onani og'ziga gap bilan urayotgan, meni ishimga aralashmang, siz qachongacha meni yosh bola deb o'ylaysiz, nima aqli yetmaydigan ahmoq deb o'ylaysizmi deyotganlar bor hozir, kuydirgilar. Ularga shunchaki o'tadi duosi. Degi namozda turgan insonga o'tyaptimi onani duoibati? Bu yoqdagi onani, otani qaqshatayotgan insonga mana shu duoibatdan bittasini qilsa, juvarmay bo'lmasdan qolmaydi. Baloga yo'liqmasdan qolmaydi. Hayotidan barakani ketkizmasdan, butun fayzini olmasdan Xudo qo'ymaydi. Xor qilmasdan qo'ymaydi, birodarlar. O'shandan ehtiyot bo'lish kerak. Bu ota-onaning duosi va misoli o'q rad qilinmagan duoni 3 tani bittasi mana shu ota-onaning duosi. Uni yaxshilikda olish kerak, o'sha xursandchilik bilan, rozichilik bilan olishligimiz kerak. Endi sharhlarda aytadilarki, bu yerda ona duosi qanchalik o'tkirligining isboti namoyon bo'lmoqda. Bo'lmasa Jurayj hayotida gunoh qilmagan, biror marta gunoh qilmagan, umrini ibodatxonadan chiqmay ibodat bilan o'tkazayotgan odamlardan biri edi. Bu hadisdan boshqa rivoyatlarda boyagi buzuq ayol Jurayjning oldiga keladi, zinoga chaqiradi. Jurayj uni haydab chiqaradi. Shuning uchun ayol cho'pon bilan zino qilib, so'ng qasddan Jurayjga tuhmat qiladi. Shu qadar o'zini gunohdan saqlagan, doimo ibodatda bo'lgan odam ham namozda turib onasiga javob bermagani uchun onaning mazkur duosiga qolmoqda. Bu voqea bizning ummatdan emas, Bani Isroilda bo'lib o'tgan. Ularning shariatida namozdagi kishiga gapirish va namoz o'qiyotgan odam ham gapirishi mumkin bo'lgan. Bizlarni namozga o'xshamagan ekan ularning namozi. Bizlarda Allohu akbar takbiri tahrimami, qulog'imizni qoqdikmi, Allohu akbarni tamom butun dunyo ishini mana shu takbiri tahrima harom qiladi. Gaplashish, yurishlik, kulishlik, ovqat yeyishlik hammasini harom qiladi. Lekin ularning shariatida namoz o'qib turgan insonni birov unga gapirishligi ham mumkin bo'lgan ekan, namoz o'quvchiga, namoz o'qib turgan inson bu yoqdagi odamga ham gapirishligi mumkin bo'lgan ekan. Shariatda shunaqa imkoniyatlar berilgan ekan. Shu imkoniyat bo'la turib ham Jurayj na onasiga javob qildi, na u onasiga borib itoat qildi. Mumkin bo'lgan, bu gunohkor bo'lmas edi agar shu borib, labbay onajon nima deyapsiz? Men namoz o'qiyapman. Hozir namozimni o'qib oldi, qaytib kelib yana namozini o'qib olsa mumkin bo'lgan ularda. Bizlardachi bitta dunyo so'zi bilan namozimiz buziladi. Namozni boshqatdan qaytadan o'qishligimiz kerak. Shunda ham namozni afzal bilgan ekan. Namoz o'qib turgan insonga, farzandga onani duoibati o'tgan ekan. Qo'rqadigan joyimiz mana shu yer. Ehtiyot bo'ladigan joyimiz, masofa ushlaydigan joyimiz mana shu yer, birodarlar. Otani, onani duosini yengil sanab qo'ymaylik. Qarg'ishini shunchaki bepisandlik bilan qabul qilib qo'ymaylik. Bu bir kun meni bu juvormay qiladi. Bir kun hayotimda meni burnimni baribir yerga ishqalaydi deb darrov o'sha xafa qilgan joyimizda xursand qilib,
tavba qilib, qo'l oyoqlarini o'pib, kechirim so'rab, mana munosabatni tiklab olishligimiz kerak. Lekin hozirgi kunda azizlar, otasi bilan oylab, yillab gaplashmay yurgan iflos farzandlar bor. Ota bilan gaplashmaydi. O'zi vali maktablarda bo'lardi-yu, bir o'qiganimizda bitta sinfdoshimiz bilan bir urushib qolsak, bir hafta 10 kun tumtayib yurardi, u yoqqa biz bu yoqqa qarab yurardi, keyin bir narsa bo'lib yarashib ketaverdi. Hozir ota bilan gaplashmaydigan farzandlar bor. Qarang. Kim bular? Kim deyish mumkin bularni? Bizda bu kabi narsalar namozda mumkin emas. Bizda namoz o'qiyotgan shaxsni ota-onasi chaqirib qolsa, farz namozini buzib bo'lmaydi. Nafil namozini ota-ona chaqirib qolganda buzish yoki buzmaslik haqida Hanafiy ulamolari ayni mumkin emas desa, Ibn Obidin mumkin deganlar. Ixtilof bo'lgan ekan. Nafil namoz o'qiyapsiz-ku bir. Nafil namoz o'qiyapsiz. Farz emas, vojib emas, sunnat. Nafil namoz o'qiyapsiz, bir 2 rakat namoz o'qiy. O'sha paytda ixtilof qilgan ekanlar. Ba'zilar namoz o'qiyotgan farzandni ota-ona chaqirsa ijobat qilish kerak deganlar ham bor ekan, ba'zi birlar mumkin emas degan ekanlar. Shuningdek, bu rivoyatda faqat 2 shaxs go'dakligida gapirgan haqida so'z ketmoqda. Aslida bulardan boshqa yana 2 go'dak, Yusuf alayhisalomga guvohlik bergan go'dak ham Uhdudga olov yonib turgan chuqurga tashlanayotgan ayolning go'dagi ham gapirgan. Ya'ni bulardan tashqari ham yana 2 ta insonni gapirganligi. Yusuf alayhisolatu vassalomga Zulayho tuhmat qildimi? Haligi xonalarga qamab, keyin ketidan quvlab o'sha ko'ylak tortib qochib xoddoylar saqladi. Endi tuhmat qilyaptiki, bu menga tajovuz qildi. Yusuf menga tajovuz qildi, meni zino qilmoqchi bo'ldi degan. Endi guvoh yo'q, hech kim yo'q. Shunda bir go'dak o'sha yerda cho'rini bir olasiga, "Men shundan so'raylar" degan. O'sha chaqaloq aytganki, go'dak aytganki, Yusufni ko'ylagiga qaranglar. Agar ko'ylak oldindan yirtilgan bo'lsa, bu haqiqiy Yusuf tajovuz qilgan bo'ladi. Agar orqadan yirtilgan bo'lsa, Zulayho Yusufga tajovuz qilgan bo'ladi. O'sha joyda Yusuf alayhisalomga guvohlik o'tgan. Keyingisi boyagi shirkka buyurib, haykallarga ibodat qilinayotgan xalqni o'sha bir olovga tashlashlik tahdid bilan tahdid qilinadi. Ya'ni mana shu haykalga ibodat qilmasang, sanlarni hammangni o'tda yoqib yuboraman deganda, boyagi qo'lida chaqalog'i bor ona endi taraddudlanib shu haykalga ibodat qilishlikka qaytayotgan paytda go'dak aytadiki, "Ona qaytmang bunga" deydi. "Qaytmang, shirkka bormang" deydi, "O'tga sakrang" deydi. Ana shu gapirib o'sha onasini o'tga sakrab o'sha jahannam yo'lidan haqiqiy abadiy azobdan saqlaganligi to'g'risida o'sha 2 ta yana chaqaloqni gapirganligini aytadilar. Shundan kelib chiqib bu rivoyatdagi gap Iso alayhisalom davrida faqat 2 kishi beshikda gapirgan deb aylanadi. Ushbu hadisda ota-onaning duosi har qanday holatda ham albatta mustajob bo'lishligini tushunib olamiz. Shuning uchun ham har bir mu'min musulmon farzand ota-onasining qarg'ishiga qolmaslik payida bo'lishligi kerak debdilar. Har qanday sharoitda duoibatni olmaslikka harakat qilish kerak. Qarg'ab qoldimi, o'sha zahoti tiz cho'kib, kechirim so'rab qo'lini o'pib kechadi. Ota-onaning duosiga birodarlar, payg'ambarlar muhtoj bo'lgan. Musa alayhisalomning voqeasini aytganmiz. Onalari bir necha kun bemor bo'lib dunyodan o'tdilar deydi. Yudilar, kafalladilar, qabristonga olib bordilar. Qani onamning qabri qanaqa ekan deb shunda qabrga qarab, lahatga qarab qushlardan ketib qolgan ekan. Onalarni bag'irlarida ushlab, qushlardan o'lik onani ushlab, qushlardan ketib qolgan ekan. Bir qancha behush bo'lib yotib, endi turib o'zlariga kelib, endi onamni ko'mishim kerak, bu ahvol bir umr olib o'tira olmayman, meni farzandlik burchim deb ko'mib dafn qilib, o'sha Tavrotdan tilovatlar qilib, duo qilib, qabristondan shunda chiqqanda Xudo taolo vahiy qilgan ekanki, Musa, bugundan boshlab o'zingizni ehtiyot qiling. Ey Alloh, sen bilan ko'p gaplashdim, biror marta meni o'zimni ehtiyot qilishligim haqida biror marta gapirmagan eding. Nima uchun onam aynan o'lgan kunlar menga bu gapni aytyapsan deganlarda Xudo taolo, ey Iso, sizni ko'chaga ketayotgan paytingizda bolamni Parvardigor senga topshirdim, omonat.
bag'rimga salomat qaytargin degan onangiz bor edi. Uyga kelganingizda, "Ke bola, mana bu ovqatingni yeb ol, ke damingni ol" deb mehribon bo'lib turgan onangiz bor edi. Ana shu onangizni duosi sababidan men sizni ko'p zulmlardan, ko'pgina tuhmatlardan, balolardan saqlab turardim. Endi o'sha duogo'y onangizdan ajrab qoldingiz. Endi o'zingizni ehtiyot qiling. Shu duo sababidan sizni saqlab turdim degan ekan. Bir ona bo'lar ekan, bolasini go'daklikdan urar ekan. Go'daklikdan miq etmas ekanda. G'iq etmas ekan. Umuman yig'lamas ekan. Ona uraverar ekan qamchi bilan, g'iq etmas ekan. Yillar o'tibdi urarmish, yillar o'tibdi urar. Yigit katta bo'pti, uylanibdi, bola chaqali bo'pti. Onasi ursa dotlabdi-da. Dot deb yig'labdi. Buni ko'rganlar, "Ey baraka topkur, biror marta onang urganda yig'lamagan eding. Yig'lashni xayolingga keltirmagan, shuncha yillar yig'lamading. Nega endi aynan katta bo'lib, bola chaqali bo'lib, oilali bo'lganingda shu urganiga chidamading" desa, "Onamni zarbidan onamni qarib qolganligini sezib qoldim" degan ekan. Avvalgi zarbasi yo'q, mana achitadigan unaqa zarba yo'q. Demak, yaqinda bu onam o'sha yo'qotib qo'yish, jannatimning eshigi bekilib qolishligini yaqin qolgandan yig'layapman degan ekanlar. Bular jannatimizning eshiklari, bu o'tirgan dodalar, uyimizdagi mushtipar onalar jannatimizning. Shuning uchun payg'ambar alayhisalom qaysi bir ummatim juma kuni deganlar. Juma kuni ota-onasini borib ziyorat qilsa, ulug' ayyom kunda biror nima bilan borib mayli bir kosa qaymoqmi, bir vash uzummi, mayli ikkita issiqnommi borib ziyorat qilsa, o'ziga jannatning ikkita eshigini ochgan hisoblanadi. 8 ta eshigini ikkitasi shu bilan, shu ziyorat bilan ochiladi ekan. Agar biri o'tib, biri dunyodan qolgan, yo ota o'tib, ona qolgan, yo ona o'tib, ota qolgan. Ziyorat qilsa jannatda bitta eshigini ochgan bo'ladi. Bular o'tgandan keyin yo'q endi uni. U osonlik bilan bitta ziyorat bilan ochadigan jannatimiz eshigini yillar davomida ibodat qilib, yillar davomida taqvo bilan, parhez bilan, ibodat bilan, zikr bilan ochishimizga to'g'ri. O'zimizni kuchimiz bilan, peshana terimiz bilan ochishimizga. Lekin bizlarni ikkita eshigimizni ochib beradigan zotlar bugun hayotmi? O'sha ziyorat qilib duolarni olishlik bilan bu narsaga erishamiz inshaalloh. Mikrofonni hojdadan uzating. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin valhamdulillahi robbil alamin. Amin. Hojda. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh tabarak va taolo o'zing haqsan, buyuksan, qudratlisan, har bir ishga qodirsan. Butun olamlarning parvardigorisan Allohim. O'zing fazli karamin bilan bu ma'ruzalarni eshitdik Allohim. Qalbimizga joylashtirgin, bunga amal qilishlikni bu yoshlarimizga o'zing nasib ro'za aylagin Allohim. Hammalarimizni ham o'zingdan, hammalarimizdan o'zing rozi bo'lgin Allohim. Biz ham sendan rozimiz Allohim. Shuncha ne'matlarni berding Allohim. Mana bu baytingga yurg'izib qo'yibsan Allohim. O'zingga beadad shukrlar bo'lsin Allohim. O'zingni jamolingni ko'rishlikni, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam shafoatlariga musharraf bo'lmoqlikni nasib ro'za aylagin. Bu dunyo oxirat yaxshiliklarni bergin Allohim. Alloh tabarak va taolo o'ydagi farzandlarimizni, zurriyotlarimizni, qiyomatgacha keladigan zurriyotlarimizdan qorilarni, olimlarni chiqargin Allohim. Xoinlarni, munofiqlarni, kofirlarni chiqarmagin Allohim. Hammamizdan rozi bo'lgin Allohim. Sallallohu taala ala xoyru xalqihi Muhammad va alayhi va ashabihi ajmain bi rahmat. Mana shu jamoatimizdan shu birodarimiz Buxorodan kelibdilar. Dardlari bor ekan, Xudoga topshirdik. Xudo dardlariga shifo bersin, oilasi baxtiga, farzandlari ota-onasi baxtiga Xudo ko'rmaganday bo'lib kelsin. Ancha sinovlar o'tib, operatsiyalar o'tkazibdi. Alloh taolo shofi. Allohim Qur'onda mu'minlar uchun shifo va rahmat bor degan barcha mu'minlar dardiga, mu'minalar dardiga, jumladan birodarimiz dardiga shifo bersin. Mana shu yerda qancha mana yigitlar ota-onani bag'ridan kelib shu yerda halol mehnat qilib, ustachilik qilib harakat qilyapti. Xudo shularga ota-onalarni hajlarga olib boradigan mablag'lar bergin Parvardigor. O'g'lim quruq yurmagan ekan, bekor yurmagan ekan, meni hajga olib boraman deb kecha kunduz mehnat qilgan ekan, umringdan barakot top bolam deydigan duolarni olishlarini, borib aka-ukalarini oilasiga bir yaxshi bir halol to'ylar qilib farzandlarni baxtini, hammasini zakotchi boylardan qilgin. Yosh ulug' otalarimiz Xudo bular farzandlar haqida hamma xizmatni qilib qo'yishgan.
uyli joyli qilib hammasini joylab, Xudo endi rohatini ko'rib yurishlarini Alloh nasib qilgin. Mana yoshi yigit birodarlarimiz bor, hammalarni Xudo ishlariga rivoj bergin. Zakotchi boylardan qilgin Parvardigor. Yetim yesirlar bor, yo Allohim, o'zing ularni rizqiga kafilsan. Mana shu ko'targan qo'llarni shularni rizqiga o'zing sababchi qilgin. Jamoatimizni undan barakotli qilgin. Allohim Hazrat ustozimizni G'aybulla domlamiz salomat darlariga shifo bergin. Masjidda xizmat qilayotgan birodarlarimiz, ustozlarimizni hammalarini xizmatlariga ajr bergin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajmain. Tushimizda Rasulullohni ko'rishlikni nasib qilsin Parvardigor. Assalomu alaykum va